Salom hammaga. Bugun biz hiking qilgani chiqdik. Mana shu kuzgi Janubiy Koreyani manzarasini ko'rish uchun birgalikda shunchaki 5-10 salkam 2 kilometr yuramiz xolos. Bu juda 10-20 kilometrlik hiking emas. Shunday ekan bizni kuzatishda davom etinglar. Unda biz boshladik. Hozir kuz manzarasi juda ham o'zgacha bo'ladi bu yerda. Bu joylarga birinchi marta kelishim. Biz bu yerda insonlar tog'ga hiking qilishni yaxshi ko'rishadi, ya'ni chiqishdi. Qarislar buni timsan deb deyishadi. Bu yerdan yursa to'g'ri pastlikka tushib ketar ekan. Xo'sh, men bu yerga hech qanday tayyorgarliksiz shunchaki mana shu sochda chiqdim. To'g'risi lekin maza qilyapman. Hech qanday qiyinchilik yo'q hozircha. Lekin qayergacha boraman bilmayman. Kuzni qaranglar manzarani. Lekin mazza. To'g'risini aytsam, bu meni birinchi marta ishni qoqqa hiking qilib chiqishim. Ammo lekin kuzgi manzara voy. Buni qaranglar. Bu yerda insonlar qabri bor ekan. Bas ikkitadan. Va xurmo. Xo'sh, umuman olganda mana bu tomonga yurishim uchun ancha pastga tushib ketaman bu tomonga yuradigan bo'lsam agar. Xo'sh, mana hozircha manzilimga yetib keldim.
Chunki bu teva tomonda mashinam turibdi. Hozir agar bu tomonga yuradigan bo'lsam, pastga tushib ketaman, keyin yana qaytib chiqishim qiyin bo'ladi. Endi keyingi safar mashinasiz shunchaki o'zim yo'l yurib chiqaman. Xo'p, keyingi boradigan manzilim Pusanda bitta nima bor? Tog' bor. O'sha yerga chiqaman. 5 kilometrdan keyin ibodatxonam qanaqadir manzara keladi. Xuddi o'sha joyga piyoda asobiy o'sha narsalarini olib chiqaman. Hozircha shu joy ham bo'ladi. To'g'risi yana jichcha yurishi mumkin edi-yu, lekin ag'aga quyosh ham botishni boshladi. Shom mahal bo'lgandan keyin bu yerda uncha sharoit yo'q ekan. Pastga tushgani bu shunchaki nimanidir so'qmog'i bo'lsa kerak, yo'li bo'lsa kerak. O'shaning uchun sekin tinchgina orqamga qaytganim yaxshi. Kuzgi manzara lekin chiroyli. Sizlar bilan xuddi mana shu manzarada yana ko'rishguncha deb qolaman. Shu kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. Bu menga yana ham motivatsiya bo'ladi. Har holda yangi kanal qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Ungacha esa xayr, salomat bo'linglar.